Tana va ong osti transformatsiyasi nomli 10 kunlik mashg'ulotlarimizni bugun boshlanganini 3-kuni. Ishtirokchilarimiz yuqori kayfiyatda darsni boshlash uchun yetib kelishdi. Mashg'ulotlarimizni ko'z mashqini qilishdan boshladik. Bu mashqlarni doimiy qilib yurgan insonlarda 1 dioptriy har 5 kunda yaxshilanib boradi. Ko'z mashqlarini uyda yana davom ettirish uchun yo'nalishlarini yozib olishdi daftarga. Ko'z uchun yana bir mashq bajardik. Bu oynadagi marka mashqi. Ko'zni uzoq va yaqin masofalarda ko'rishni mashq qildirish, shu orqali ko'z nurini qayta tiklash. Ana undan keyin 3 o'ra mavzusini boshladik va bu mavzuni tushuntirish uchun ishtirokchilarimizdan birini taklif qilib, ularning misolida uzoq va yaqin maqsadlar qo'yish bo'yicha juda ham maroqli suhbatlar bo'lib o'tdi. Bu orada tabiat mo'jizalaridan biri bo'lgan qor yog'ishni boshladi. 15 minutlik tanaffusdan so'ng biz bo'g'imla mashqini qilishni boshladik. Bu mashq natijasida umurtqa pog'onasidagi bo'g'imlardagi muammolar sekin-asta yoqimli tarzda bartaraf bo'lishni boshlaydi. Avval barmoq, kichkina bo'g'imlar, bilak, tirsak, oyoqdagi bo'g'imlar uchun mashqlarni qilamiz va eng oxirida umurtqa pog'onasi uchun mashg'ulotlarni davom ettiramiz. Mashqlarni yuqori kayfiyatda hazil-mutoyiba qilib turib, juda ham chiroyli ravishda bajarib oldik. Uyda bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar berildi. Dars so'ngida suv haqida hujjatli film tomosha qilib, bugun 3-kunimizni yakunladik.